Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan Abduhalim Bro. Metan yoqmasa benzinda yuring. Toshkent havosi yoqmasa boshqa joyga keting. Shunga o'xshagan gaplarni ko'p eshitganmiz. Qumqo'rg'on hokimi gaz yo'qligi uchun tezak yoqish kerakligini aytdi. Lekin menimcha tezak yoqayotganlar ham yo'q emas hozirgi paytda. Tezak yoqayotganlar juda ham ko'p. Mana oddiy bir tezak, hech kim tezak qilmaydi. Tezak qilib uylarda chalmalarni bosib qo'yib, ishga qaramchiga qor yog'dimi, ikkita taylab qo'ygan, o'tirganku shunisi. Nimaga endi biz faqat gaz deb qoldik. Gazni ham to'g'ri hisoblasak, mana endi tushungan tumanning oliy organi bo'lganlarini tushunmayapti. Buning tagi bo'lsa, ana tagi yo'q-da shu. Xo'sh, siz tezak yoqasizmi yoki yo'qmi? Kommentda yozib qoldiring. Eslicho men tezak yig'ib qo'yganman. Hozir ko'rsataman. Tezak yetmay qolsa, turgan o'tinlarni ham yig'ib qo'yganman. Hozir ko'rsataman. Mana bu tappak bo'ladi. Ya'ni tezak. Bu mollar go'ngidan ishlab chiqariladi. Ikkita solib qo'yasiz pechkani ichiga. Uy issiqqina bo'lib turadi. Hidi ham zo'r chiqadi lekin. Hidi ham dahshat bo'ladi. Agar yetmay qolsa mana o'tinlarni ham yig'ib qo'yganmiz. Mabodo qurigan shoxlarni kesib mana taxlab qo'yganmiz. Shunaqa. Sizlarda-chi? Bormi shunaqa tezak? Shunaqa tappak bormi? Tappakchi kim? Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani hokimi Anvar Normurodov odamlar tezak qilmay qo'yganini aytdi. Hokim bu haqda Xalq deputatlari Qumqo'rg'on tumani kengashining 2025-yil 12-sentyabr kuni o'tkazilgan navbatdagi 10-sessiyada gapirgan. Ha do'stlar. Biz gazni ko'p yo'q qilayotganga o'xshaymiz. Nima deysizlar shunga? Sessiyada bir necha masalalar ko'rib chiqilgan. Jumladan Qumqo'rg'on tumani gaz filiali boshlig'ining hisoboti tinglangan. Jarayonda sessiyaga rahbarlik qilayotgan tuman hokimi kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik borasida ham to'xtalib o'tgan. Shuningdek, hokim tumanning 90% aholisi buni tushunib turganini, 10% tushunmasligini ma'lum qilgan. Odamlarga yana bir marta tushuntirishimiz kerak degan u. Ma'lumot uchun tezak bu chorva mollari go'ngidan quritib tayyorlanadigan yoqilg'i turi hisoblanadi. Undan asosan qishloq joylarda foydalaniladi. Ha do'stlar. Eslicho men уже yig'ib qo'yganman. Menda tezak bor, o'tin bor. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hech kim tezak qilmay qo'ydi. Tezak, chalmalarni yig'ib, ikkita taylab qo'ysa bo'ladi-ku. Hamma gaz deb qoldi. Shu gazni tagi bo'lsa qani? Yo'q-da shu gaz. Bu fikrlar meni fikrlarim emas, Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani hokimi Anvar Normatovning so'zlari edi. Tezak, hech kim tezak qilmaydi. Tezak qilib uylarda chalmalarni bosib qo'yib, ishga qaramchiga qor yog'dimi, ikkita taylab qo'ygan, o'tirganku shunisi. Nimaga endi biz faqat gaz deb qoldik. Gazni ham to'g'ri hisoblasak, mana endi tushungan tumanning oliy organi bo'lganlarini tushunmayapti. Buning tagi bo'lsa, ana tagi yo'q-da shu. Ming afsus, shunday holatlar ham kuzatilib turadi va bu gaplarni 50 yil oldin eshitganimda ham to'g'ri tushungan bo'lardim. Yigit bir yashirin kamera o'rnatibdi. Keyin ma'shuqasini yoniga chaqiribdi. Ul go'zal yor kamera haqida xabari yo'q. Yigitga o'zini bag'ishlabdi. Yigit qilar ishni qilib, uni ijtimoiy tarmoqlarga tarqatib yuboribdi. Ha, erkak bo'lmay ketgur. Shu yuzingni ochib o'rardim-u, lekin bu yaxshi ish emas. Yo'q, yechilmaydi, tepadan yechilmaydi, pastdan yechiladi. Ko'ryapsizmi do'stlar? Hurmatli qizlarimiz, hurmatli ayollarimiz, bu iflos mana shunga o'xshagan iflos erkaklarga, mana shunga o'xshagan la'nati erkaklarga, isqirt erkaklarga aldanib qolmang.
Ha, yigit sani erkak deb bo'ladimi yoki bo'lmaydimi bilmadim. Qilar ishni qilibsan. Nafsingni qondiribsan. Mayli. Bu katta gunoh va bunga o'zing javob berasan va o'sha ayol ham javob beradi. Lekin nega videoga olib ijtimoiy tarmoqqa chiqarib yubording? Nima uchun? Odamlarga nima bo'layapti hayronman. Yo'q, qo'rqmaydimi? Mana shu ayolni yaqinlari ko'rsa, aka-ukalari ko'rsa, ota-onasi ko'rsa, yo mana shu ayol o'zini osib qo'ysa-da, masalan, ana shu erkakning vijdoni qiynalmaydimi? Nafsini qondirib, yana videoni ijtimoiy tarmoqqa chiqarib yuboryapti. Yo mana shu ayol o'zini osib qo'ysa, vijdoni qiynalmaydimi? Mana shu videoni deb o'zini osib qo'ysa mana shu ayol, yo o'zini bir narsa qilib qo'ysa. Bilmayman, mana bu miya bilan o'ylaydimi ular yoki buni ichida hech narsa yo'qmi? Hech narsa yo'qmi? Nima deb o'ylaysiz? Nima uchun shunday qilishadi? Bu siz ko'rgan bitta video, bunaqa videolarga o'xshagan videolar son mingta tiqilib yotibdi. Mana shunaqa odamlar bor-da, mana shunaqa zapallarni, mana shunaqa videolarni ijtimoiy tarmoqqa tarqatib yuboradi. Kimlardir aktiv uchun, like uchun bu ishni qiladi. Kimlardir qasddan qiladi. Kimlardir prosta prikol qilib yuborishadi. Mana zapal deb yozishadi, qo'yib yuborishadi, prosta takka. Ularga umuman qizig'i yo'q. Uni oilasi bilan nima bo'ladi? O'sha odamlar bilan nima bo'ladi? Erta bosh ko'tarib yura oladimi, yo'qmi? O'sha aksariyat mana shunaqa videolarni ijtimoiy tarmoqqa chiqarib yuborayotgan odamlar o'zi ham mana shu ish bilan shug'ullangan. Ko'pi, hammasi emas, shug'ullangan. Umuman o'ylashmaydi, uni yaqinlari nima deydi bu videoni ko'rsa, o'zini o'ldirib yuborsa-chi degan narsalar umuman yo'q. Mana endi yangi qonun chiqdi. Shunaqa videolarni tarqatsangiz, shunaqa videolarni chiqarsangiz, jinoiy javobgarlik bor. Mana shunaqa videolarni tarqatayotganlar, zapal deb ijtimoiy tarmoqlarga qo'yayotganlar, maqsadingiz nima o'zi? Maqsadingiz nima? Shunaqa voqealarni mana shunga o'xshagan sizni tilingizda aytganda zapallarni ko'rganingizda, ularni videoga olib tarqatmang. Shunchaki ichki ishlarga murojaat qiling yoki-da qaysidir ma'noda o'sha holatdan ularni qaytaring. Hech bo'lmasa yuzini yopinglar, hurmatli do'stlar. Yuzini yopinglar. Erta ota-onasiga nima deydi bular? Kimlardir o'zini osib yuborgan bo'lishi mumkin, kimlardir o'z joniga qasd qilib yuborgan bo'lishi mumkin. Mana shu sizni bitta videoingizni deb. Men bu gaplar bilan ushbu holatlarni, mana shunaqa 18+ holatlarni oqlamoqchi emasman. Bu eng katta gunoh. Eng katta gunoh zino. Shunchaki aytmoqchimanki, ularni shaxsini oshkor qilib ijtimoiy tarmoqlarga qo'ymanglar. Qo'ygan taqdiringizda ham hech bo'lmasa yuzini yopinglar. O'zi oxirgi paytlarda mana shunaqa fahsh ishlar juda ham ko'payib ketyapti. Bunaqa narsalarga nimagadir qaysidir ma'noda chora ko'rishmayapti. O'zi mana shunaqa ishlarga 18+larga, fahsh targ'ibotchilariga chora ko'radiganlar bormi? Yoshlarning ko'zi o'rganyapti o'sha. Mana shunaqa videolarga, mana shunaqa zapallarga, 18+larga, hammasiga. Ha, oxiri baxayr bo'lsin. Bir gap bo'lar. Mana shunaqa 18+ fahshni targ'ibot qiladigan blogerlarga, odamlarga, mana shunaqa zapal videolarni qo'yadiganlarga bir hech bo'lmaganda qanaqadir chora ko'rish kerak. Qanaqadir qonun ishlab chiqarish kerak deb hisoblayman. Xo'sh, siz nima deysiz? Kommentariyada o'z fikringizni chiroyli axloq bilan yozishingizni so'rab qolgan bo'lar edim. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda bunga o'xshagan qo'lga tushganlar, zapal, 18+ fahshga targ'ib qiluvchi videolar to'lib, toshib boryapti. Kundan kun ijtimoiy tarmoq shunchaki fahshxonaga va masxarabozlikka to'lib ketyapti. Bizda esa mana shularga chora ko'rish yo'q. Fahshga targ'ib qiluvchi videolarni ko'rsangiz shunchaki yechinmagan xolos. Qolgan hamma narsa bor. Hamma narsa bor. Gaplar, ovozlar, hammasi bor. Ba'zi bir blogerlar ochiqchasiga 18+ qilib yuborishyapti. Bularga esa hech kim chora ko'rmayapti. Alisher Qodirov adashmasam qachonlardir shunga qarshi bir qonun ishlab chiqish kerak degan mavzuni o'rtaga tashagandi. Lekin nimagadir shu mavzu o'sha tashalgan joyida qolib ketdi menimcha. Ha, nima bo'lgan taqdirda ham yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Albatta, Abduhalim Birov kanaliga obuna bo'ling va bizni kuzatishni davom eting.